Shuhratjon, qo'shig'ingiz keling o'g'lim. Bu qo'shiq premyerasi menimcha adashmasam, yangi, yaqinda yozdingiz. Umringiz uzun bo'lsin, san'at yo'lini tanlabsiz ekan, san'atni sevuvchi odamda yomonlik bo'lmaydi. Birinchidan yaxshi inson bo'lib, to'g'ri yo'nalishda ketyapsiz. Men hali hamma sinfdoshlarimizga gapirganimda Shavkat haqida alohida gapiraman deb olib qo'ygandim shu gapimni. Sizni dadangiz ham bizning zo'r do'stimiz bo'lganlar. Ajoyib. Bitta o'g'il bola sinfdoshimiz faxrlanadigan yigit bo'lgan. Joyi jannatda bo'lsin, umri qisqa ekan. Juda chiroyli ovozi bor edi. Shavkat sinimi to'ydami, kimnidir to'yda biznikida xizmat qilganda, qizbechil qilganmiz. Beshurda turgan. Keyin hazillashib gapiradigan odatim bor, Shavkatjon, u deb. Hech o'sha kamtarlikda manmanlik yo'q edi. Juda kamtar, samimiy yigit edi. O'sha kamtarligi va qo'ying Narizaxon mayli bitiribdi-da. Men Shavkatjon umuman bu yosh katta-ku, biror narsa gapga qo'shilib, yo'q, o'sha samimiylik. Sizdagi mana shu hislar bo'lishini xohlardim. Shavkatdagi kamtarlik, kibr yo'q, u do'stimizda hech qachon kibr bo'lmagan. Kibri bo'lmagan odam uzoqqa boradi. Har qanaqa sohada o'zi xohlagan cho'qqilarga erishadi. Biz hammamiz ham duo qilaylik, Shuhratjon ham mana shunaqa chiroyli qo'shiqlarni ketma-ketligini chiqaraversin. Dadangiz joylari jannatda bo'lsin. Ajoyib faxrlanamiz bu Shavkat bilan doim. Sog' bo'ling. Ovozingiz ham juda chiroyli. O'tkayda ham ko'rdim. O'tkayda sal bolanikiga o'xshab eshitilardi. Bu yil boshqacharoq eshitilyapti. O'siyatda bola deydi-yu. Rahmat, sog' bo'linglar. Sizlarning xizmatingizda bugun Shuhratjon bolajonim. Sog' bo'ling. Rahmat.